Ko'plab davlatlarning hit paradlarida yetakchi o'rinni egallagan Arashning qo'shiqlari raqs tushishga majbur qiladi. Allaqachon shuhrat cho'qqisini zabt etishga ulgurgan yulduz orzularga berilishni yaxshi ko'radi. Shiori: orzularingiz ushalmaguncha orzu qilishda davom eting. Arash Labbafzoda Eron poytaxti Tehronda tug'ilgan. Uning buvasi ozarbayjonlik edi. Bergan intervyulardan birida shunday degandi: "Buvam ozarbayjonlik edi. Shuning uchun doim ozarbayjoncha ildizlarimni his qilib turaman." Hayotining ilk 10 yilini Tehronda o'tkazgan Arash ota-onasi bilan Yevropaga ko'chdi. 1980-yillarning oxirlarida esa Shvetsiyaning Uppsala shahriga ko'chib bordi. U yerda 5 yil yashadi. O'shanda familiyasini Labbafzodadan Labbafga o'zgartirdi. Keyinroq oilasi bilan Malmo shahriga ko'chdi. Hozir ham o'sha yerda yashay boshlagan edi. Ammo keyin u Dubayda yashashni ma'qul ko'rdi. Musiqaga qiziqish Arashda kollejni bitirgandan so'ng uyg'ondi. Ilk chiqishlarini shunday eslaydi: "Bolalar bilan birinchi guruhimizni maktabdayoq, ya'ni 14 yoshimda tuzganmiz. Har oy turli joylarda konsert berardik. Asosan tengdoshlarimiz uchun. Shundan so'ng men qo'shiqlar yoza boshladim va bu jarayonga juda qiziqib qoldim. Ilk demo yozuvlarimizni o'shanda amalga oshirganmiz. O'sha paytda shunga ham pul yetmasdi. Bitta shved cherkovi bizga ko'p yordam berardi. Endi men do'stlarim bilan ilk qo'shiqlarimizni yozgan studiyaning egasiman." Arash ma'lum vaqt davomida musiqa bastalab, prodyuserlik qildi. Shuningdek, hind va shved filmlariga saundtreklar yozdi. Qo'shiqchi Bombay Dreams kartinasining ham bosh g'oyasi muallifi va prodyuseri sanaladi. Rebecca va Anna Lee ijrosidagi shu nomli qo'shiq radio efirlarda hamon aylantiriladi. Ammo haqiqiy omad Arashga mustaqil ijodni boshlaganidan so'ng keldi. Mashhur Boro Boro bir oy ichida rossiyalik va yevropalik qo'shiqsevarlarning xayolini egallab oldi. Turli davlatlar radiokanallardagi hit paradlarda yuqori o'rinlarda chiqdi. Moskvadagi radiokanallardagi muvaffaqiyatni gapirmasa ham bo'ladi. Shunday yutuqlardan so'ng uni hamma 2004-yilning kashfiyoti deb tan oldi. Yangi Punjabi MC deb ataganlar ham bo'ldi. 2 yil tinim bilmay ishlagan Arash dunyo bo'ylab ijodiy safarga otlandi. Bulardan eng esda qolganlari Los Anjelesdagi amfiteatr, Bollywoodning Qallob filmida suratga tushish, Moskva merining tug'ilgan kuni sharafiga uyushtirilgan kecha, yuzlab jonli konsertlar, 20 dan ortiq televideniyadagi chiqishlar bo'ldi. Arash 2005-yil martda debyut albomi Arashni chiqardi. Albom sharqona ohangdor, jozibali qo'shiqlarga to'la edi. Bu albomni tinglagan muxlislar hindcha musiqiy uslubdagi, hip-hop yo'nalishdagi ajoyib qo'shiqlarni shunchaki tinglashmaydi, balki mazza qilib raqs ham tushishadi. Zero Arashning o'zi ham bo'sh vaqtlarida raqs tushishni juda yaxshi ko'radi. Boro Boro aslida ket degan ma'noni beradi va bu qo'shiq Arashni beshafqatlarcha tashlab ketgan sobiq sevgilisiga bag'ishlangan. Qo'shiqchi haligacha bu borada qayg'uradi, qizning qaytib kelishidan umidini uzmagan edi. Balki ana shu umid tufayli qo'shiq ko'pchilikning yuragidan joy olgandir. Albomdagi treklardan birini Arash shvetsiyalik mashhur rep qo'shiqchi Timbuktu bilan yozgan. Boshqa bir duetni esa eronlik mega yulduz Ebbi bilan kuyladi. Arashning keyingi raqsboq qo'shig'i Tiki Tiki Kardi ham hit paradlarida darrov yetakchi o'rinlarga chiqib oldi. Artist bu qo'shig'iga klipni Los Anjelesda ishlagan. Qo'shiq klipi meni maftun etgan qiz haqida deydi u. Arashning keyingi qo'shig'i inglizchada You Broke My Heart deb nomlanadi. Qo'shiq mening yuragimni sindirishgani haqida. Men xuddi shunday deb kuylayman. Sen mening yuragimni sindirding. Mayli qizaloq, menga yana imkon ber. Sen menga juda keraksan. Bu qo'shiqqa biroz yumor aralashgan. Arash bo'sh vaqtlarida basketbol va tennis, diving, hatto parashyutdan sakrash bilan ham shug'ullanadi. Deyarli hamma gonorarlarini sayohatga sarflaydi. Sayohat qilishni sevaman. Men sayyoh sifatida ham, artist sifatida ham ko'p davlatlarda bo'ldim va bundan juda xursandman. Kiyinish bobida Arash na osiyocha, na hindcha uslubga amal qiladi. Ortiqcha taqinchoqlarga xushi yo'q, ammo bosh kiyimlar uning haqiqiy maniyasi. U turli shlyapa va beysbolkalarni yig'ishni yaxshi ko'radi. Arashning uyida 500 tacha bosh kiyim bor. U ko'p vaqtini studiyada o'tkazadi. Uning shiori: musiqa bu mening hayotim, hayot esa mening musiqam. Qo'shiqchining 1 milliondan ortiq albomlari sotilgan. U ko'pchilikning qo'lidan kelmaydigan ishni uddaladi. O'z qo'shiqlarini ingliz emas, ko'pchilik muxlislariga notanish fors tilida kuylarkan, haqiqiy yulduz darajasiga chiqa oldi. 2014-yilda Arash Superman albomini chiqardi. Shu munosabat bilan qo'shiqchi 2015-2016-yillarda davom etgan xalqaro turne tashkillashtirildi.
Osiyo, Yevropa mamlakatlari va AQShdan muxlislar uning konsertlariga chipta sotib olishga oshiqishardi. Arashning konsertlariga ko'p odam to'planadi. Mashhurlikning butun imkoniyatlaridan foydalanishni xush ko'radigan Arash o'zini ijodiy turli yo'nalishlarda sinab ko'rishdan to'xtamaydi. 2012-yilda u Karkidonlar mavsumi dramasida Kimsan Monika Bellucci bilan birga suratga tushdi. Tanqidchilar filmga ijobiy baho berishdi. Arash xorijlik hamkasblari bilan hamkorlik qilishni yoqtiradi. Ilgari rus tilida ham duetlar kuylagan xonanda 2019-yilda Helena bilan duet chiqardi. Rus tilidagi duetlari uchun Arash 2 marta oltin gramofon mukofotini qo'lga kiritdi. U shaxsiy hayotini ommaga ko'z-ko'z qilavermaydi. Uning Instagramdagi sahifasida hamkasblari bilan tushgan suratlari ko'p, ammo rafiqasi va farzandlarining suratlarini kam e'lon qiladi. Arashning rafiqasi Behnaz Ansari. Ular 2004-yilda tanishishgan va uzoq vaqt uchrashib yurishgan. 7 yillik munosabatlardan keyin turmush qurishdi. Juftlikning to'yi 2011-yil Dubayda bo'ldi. Oilada 2 farzand tug'ildi. Qizga Donya, o'g'ilga Daryan deb ism qo'yishdi. Arash bugungi kunda oilasi bilan Dubayda yashaydi.